Hozir bir minut qoldi. Alo. Allo, Bobur aka, men ishdan chiqdim, uyga ketyapman. Bo'pti, hozir men ham boraman. Xo'p, sizni yaxshi ko'raman. Mana. Nima manam? Mana shunaqada. Nima shunaqa? Shu anaqada, sanikidaqa, sen aytgandaqada menda. Bobur aka, asabimga tegmang. Yoningizda qizlar bormi? Men yaxshi ko'raman demayapsiz. Ayting, yaxshi ko'raman deng. O'rtoqlarim bilan o'tiribman, o'rtoqlarim bilan. Nima qilib o'rtoqlaringiz bo'lsa, duxingizni berganmisiz? Aytasiz, hozir yaxshi ko'raman deb. Hozir bir minut. Bilasizlarmi bolalar? Men o'z tug'ilib o'sgan vatanimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Bo'ldi? Yo'q. Sevaman deng. Men o'z kasbimni sevaman. Bo'ldi? Bo'ladi. Uyda kutaman. Bo'pti, gaplashamiz. Men ham seni sevaman dedim-ku. Yani podkablyshnik. Ya sen podkablyshnikmi? Sevaman deyapti. Sen erkak bu. Men Robinson Land Cruiser baxtsiz hodisa tufayli avariyaga uchrab, kimsasiz orolga tushib qoldim. Bu yerda mendan boshqa hech qanday jonzot yashamas edi. Yillar o'tib, bu kimsasiz orollarda qolib ketaman deb hech ham o'ylamagan edim. Bu yerda ochlikda, suvsizlikda yashadim. Bir kuni ochlikdan o'lay deganimda, yonimda hamrohim Jumaboy kelib qoldi. Jumaboy. Makaldo. Buni qayerdan olding Jumaboy? Kema keldi. Shaharga ketayotgan ekan, qornimiz och desam, shuni tashab ketdi. Malades Jumaboy. Jumaboy zo'rmi? Jumaboy zo'r. Jumaboy kurtoymi? Kursoy. Shu Jumaboy turib tepyapti-da. Shu sana bir so'kaymi yoki bir so'kaymi? Nimaga? Ha nimaga? Kema o'z oyog'i bilan kelibdi. Shahargacha olib tashla desang o'lasanmi? Robinson, ovqat so'radim, olib borib tashlab deyishga xijolat bo'ldim. Madaniyatsizlikka kiradi-ku. Shu senga madaniyatni o'rgatguncha bezlikni o'rgatmaymanmi? Makaldoni olibsan, qaynagan suv so'ramaysanmi? Bir onangni deb so'kim keladi, onang ham yo'q desadi. Robinson, Ha, onang. ona degani nima degani? Film tugadi.